Bu mavsum 3-marta. Tasavvur qilasizmi? Biz yana bir bor El Clasico'ni ko'ramiz. Oddiygina o'yin emas, balkimda Copa del Rey sovrini uchun. Eslatib o'tamiz, bu jamoalar allaqachon bir-biriga qarshi ikkita o'yin o'tkazishdi. Bittasi La Ligada bo'lsa-da, ikkinchisi esa Super Kubok finalida. Va ikkala o'yinda ham Barselona yirik hisobida g'alabalar qozondi. Ertaga esa Real Madridda alam olish imkoniyati bo'ladi. 27-aprel kechqurun soat 1da biz yana bir bor ajoyib El Clasico ko'ramiz. Afsuski bu o'yinni o'zbek telekanallari olib bermaydi. Ammo siz yiliga atigina 130 ming so'm to'lab, telefoningizga yoki televizoringizga HyperX ilovasini bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Bu yerda nafaqat Real Barsa o'yinlari, balkimda boshqa o'yinlarni ham, o'zbek kanallarini ham, ruscha kanallarini ham, undan tashqari UFC, boks va kinolarni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qisqacha HyperX TV Telegram kanaliga kiradigan bo'lsangiz, u yerda batafsil ma'lumot bor. Sizningcha bu o'yinda kim g'alaba qozonadi? Fikringizni albatta izohlarda qoldiring.